هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 88. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Nisa 88. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler, nemişki münafıklar toğrısıda iki guruhqa bölünüp gitsinler. Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah azdırgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qiladi ekan, sen onunğa hergiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonni isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rsa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlar orasida ahdi bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafmi emas, o'z qavmi tarafmi emas bo'lib sizlarga kelganda buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Allah ularni kuchli qilib sizlarga qarshi urush qilishga jur'atli qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga chiqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanni izhar qilish bilan sizlardanmi amonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrini izhar qilish bilan o'z qavmidanmi amonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsalar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir elinglar, tutib o'ltiringlar. Ularning jinoyati sabablik, ularning xiyonati sabablik sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir elishga, o'ltirishga ro'shan paket ato qildik. Sahabalarning Uhud urushiga qatnashmay qaytib ketganlar haqida qilgan ixtilofini ayiblash to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'minlarning munofiqlar to'g'risida ikkiga bo'linib ketganligini ayibladi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. İmam Ahmad Zayd ibn Sabitning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kofirlar bilan urushish uchun Uhudga mangdi. Uning bilan mangan bir turkum kishilar, ya'ni munofiqlar yo'lning yarmidan qaytib ketdi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari ular to'g'risidagi fikrda ikkiga bo'linib ketdi. Bir turkum kishilar ularni o'ltiramiz desa, yana bir turkum kishilar ularni o'ltirmaymiz dedi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nemişki munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketsizlar?
Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Medine pakizdir. Paskin narsini xuddi tömürçünün şamal sandığı tömürünün poqini yo'qotgandek yo'qtidi. Avfi İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ayet Mekke'de İslam'a kirgan mushriklarga yordam beradigan bir turkum kishilar to'g'risida tushgan. Ular Mekke'dan bir hojat uchun chiqdi. Ondan ular biz Muhammadning sahobalariga uchrab qolsak, bizga ulardan hech yomonlik kelmaydi dedi. Mu'minlarga ularning Mekke'dan chiqqanligi to'g'risidagi xabari yetib kelishi bilan mu'minlarning bir turkumi sizlar qo'rqinchoqlarga qarshi otlanib ularni o'ldiringlar. Ular sizlarga qarshi dushmanlaringlarga yordam berdi dedi. Mu'minlarning ichidan yana bir turkum kishilar mundaq dedi. Subhanalloh, Alloh pokdir. Sizlar haqiqatan sizlarga o'xshash iymon etgan kishilarni o'ldiramsizlar? Ular hijrat qilmaganligi ve özünün yurtlarını taşlap Medine'ye gelmegenligi üçün ularning qonlari ve malları sizlarga halal mı dedi. Ular bu ixtilof sabab bilan ikkiga bo'linib ketdi. Peygamber aleyhisselam ularning qishida bo'lsa-mu, o ikki guruhning hech qaysisining fikriga e'tiroz bildirmadi. Shuning bilan bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nemishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketsizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah azdurgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Allah gumroh qiladigan, sen unga hargiz to'g'ri yo'l topib bera olmaysan. Ya'ni Allah Taala ularni xatolikqa yuzlantirdi. Ularning qilmishlari tufaylidan ularning osiylik qilganligi, Peygamber aleyhisselamga qarshilik qilganligi ve nahaq yo'lga ergashganligi uchun shundoq bo'ldi. Ular sizlarning o'zlaridek kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ya'ni ularning shuni umid qilishi sizlarni bek yomon ko'rganligi va sizlarga qattiq dushmanligi bo'lganligi uchundir. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonni isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rsa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ldiringlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi mundaq deydi. Agar ular o'zlarining kufrligini oshkorlasalar, o'ldiringlar. Eğer ular özlerinin küfürlükünü aşkarlasalar, öldürünler. Uruş kılışkı boladigan ve bolmaydigan kişiler toğrısıda. Andın Allah Teala yukarıdaki öldürüşkü boludu, öldürünler degan kişilerden bir türküm kişilerini farqlandırıp bundaq dedi. Fakat sizlar bilan özler arasında ehli bolgan bir kavimge sığınganlar bunundan müstesna. Yani ular sizlar bilan ahd tuzishgan kishilarning qishig'i berib olsa, ularga shu hukm bo'yicha muomala qilinglar. Yani sizlar bilan ahdisi bor kishilarni o'ldirishinglar durust emas. Shuningdek, ularni o'ldirmanglar. Bu Suddi ibn Zayd ve İbn Cerir'nin sözüdür. Sahih-ül Bukhari'de Müslümanlar bilen kafirlarning Hudaybiye'de tüzgen kelişiminin bir maddesi mundaqda bayan kılıngan. Kimiki Qurayshning kelişimi ve onun ahdisiga kirishni xolisa kirsin. Kimiki Muhammed aleyhisselam ve onun sahabelerinin kelişimiga ve ahdisiga kirishni xolisa kirsin. İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Bu ayetning hukmini Allah Taala'nın urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar shu yerda o'ldiringlar degan oyati amaldan qoldirdi. Yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklar siqilib,
ya'ni sizlar tarafmi emas, o'z qavmi tarafmi emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni bundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib sizlarga qarshi urush qilishga jur'at qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga chiqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. Ular Bedir kuni Hashim jamiyatidan mushriklar bilan majbur urushga chiqqan Abbas va uningdan boshqa urush maydonida urushni yomon ko'rgan holda majbur kelgan kishilardir. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom u kuni Abbasni o'ltirishdan to'sib asir elishga buyurdi. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrini izhar qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsilar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shayatonlari, ya'ni munofiq katibashlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz. Faqat tilimizning uchidan iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Ibn Jarir Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, shakl jihatdan musulmon bo'lib qo'yib, ondan Qurayshning qishig'iga qaytib berib, butlarga ibodat qilish bilan bu yerdimi va u yerdimi har ikki tarafda xotirjamlikni izlagan bir turkum makkilik kishilar haqida tushdi. Ondan Alloh taolo agar ular musulmonlardan yiroqlashmasa va ular bilan kelishim tuzmasa, agar ular musulmonlardan yiroqlashmasa va ular bilan kelishim tuzmasa, ular bilan urush qilishga buyurdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar shu yerda asir elinglar, tutib o'ltiringlar. Ularning jinoyati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir elishga, o'ltirishga ro'shan paket ato qildik. Mu'min odamni savanlik bilan emas, qasddan o'ltirishi hech durust emas. Kimiki biror mu'minni savanlik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilish va bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyet to'lishi kerak. Ular, ya'ni o'ltirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa hech bak yo'q. Agar o'ltirilguchi mu'min sizlarga dushman, kuffar qavmidan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'ichi bir nafar mu'min qulni ozod qilish lozim. Diyet kelmaydi. Chunki o'ltirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahide bo'lgan kuffar qavmidan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutish lozim. Alloh hammani bilib turg'ichi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimiki bir mu'minni qasddan o'ltirdi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uning oxiratda qattiq azob tayyorlaydi.
mu'minni sevenlik bilen öldürüp koyuşunun hükmü doğrusida. Kimiki birer mu'minni sevenlik bilen öldürüp koydiken, o bir mu'min kulunu azat kılışı ve öldürülgücünün varislerine diyet töleş gerek. İmam Bukhari ve Müslim bu ayakta İbn Mes'ud'dan Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet kıldı. Allah Teala'dan başka ilahның yo'qligiga ve mening Allah'ның peygamber ekanligimga guvohlik bergen bir musulmonning qenini to'kishni faqat jonga jon qisas ilish, turmush qilib bo'lib fahisha qilganni chalma kesak qilib o'ldirish, dinni tashlab yani murtad bo'lib jamoatdan ayrilib ketgan kishini o'ldirishdan iborat mushu 3 ishla halol qila oladi. Bu ayetning sababi to'g'risida ixtiloflar bor. Mujahid ve başkalar mundaq deydi. Bu ayet Ebu Cehil'nin ana bir qerindişi İyaş İbni Ebu Rabi'a to'g'risida tushdi. Ularning onasi Asma binti Muharraba idi. İyaş iman etganligi uchun o'zining ana bir qerindişi Ebu Cehilni ve onun bilan birlikte özünü azaplagan Haris İbni Yazidni öldürüp etti. Aslida İyaş uzundan beri özünü azaplaganlığı üçün Haris İbni Yazid'a ko'nglida g'um saqlab yurgan idi. Haris İbni Yazid Müslüman bo'ldi ve Medine'ye hicret kıldı. İyaş bunu bilmeydi. Mekke'ni fethi kılgan günü İyaş Haris'ni görüp onu tekçe özünün burunqi küfürlüqida deb guman kılıp onu öldürüp etti. Bu vakte Allah Teala bu ayetini nazil kıldı. Abdurrahman İbni Zeyd İbni Aslem mundaq deydi. Bu ayet Ebu Darda to'g'risida tushgan. U qilichi bilan birisini chapmoqchi bo'lganda u odam men iymon etdim deb tursumu onu öldürüp etdi. Bu iş Peygamber Aleyhisselam'a xabar qilinganda Ebu Darda o adam ölümden qutuluş için şundaq degan deydi. Peygamber Aleyhisselam ona sen onun yürükini yerip gördün mü dedi. Bu sahih kitaplarda vaqani Ebu Darda'dan başkası qilgan deyilgendir. Kimiki birer mu'minni sevenlik bilen öldürüp koydiken o bir mu'min kulunu azat kılışı ve öldürülgücünün varislerine diyet töleş gerek. Bu iki hüküm bir mu'minni sevenlik bilen öldürüp koyganda vacip oldu. Bu iki vacipnin birincisi sevenlik bulup kalgan bolsumu mu'minni öldürgen çoğun günahı üçün kul azat kılış arkalı kefaret verişi. Azat kılındığını kafir bolmay mu'min kul boluşu şarttır. Bu vaqtda İmam Ahmed Ansarilardan bir kişinin mundaq deganligini rivayet kıldı. Ansari qara bir didekni elip kelip ey Allah'ın peygamberi bana mu'min bir kulni azat kılış lazım bolup kalgan idi. Eğer sen bunu mu'min iken desen men onu azat kılıp etay dedi. Ondan Peygamber Aleyhisselam qara didekka sen Allah'tan başka bir ilahның yo'qligiga guvohlik beramsan dedi. O ha dedi. Peygamber Aleyhisselam sen mening Allah Teala'nın peygamber ekanligim guvohlik beramsan dedi. O yana ha dedi. Peygamber Aleyhisselam sen ölgenden keyin terilip qabirdan qo'pishning bo'ladiganligiga ishonamsan dedi. O ha dedi. Peygamber Aleyhisselam Ansarga bunu azat qilgan dedi. Öldürgücünün varislerine diyet töleş gerek. Bu ikinci vaciptir. Bu adam öldürülgücünün egillerine diyet töleşten ibarettir. Diyet üçün 5 türlük tögünü töleş vaciptir.
Bu vaqtda İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom savanlik bilan odam o'ltirib qo'ygan odamning diyeti uchun 1 yoshdan 2 yoshga mangan 20 kishi va 20 erkak to'ga. 2 yoshdan 3 yoshga mangan 20 kishi to'ga. 4 yoshdan 5 yoshga mangan 20 to'ga. 3 yoshdan 4 yoshga mangan 20 to'ga, jami 100 to'ga hukm qildi. Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Huzayli qabilasidan 2 ayol urushib qoldi. U ikkisining biri yana biriga tosh otdi. Tosh uni va uning qo'sig'idagi bolasini o'ldirib qo'ydi. Ondan o'likning jamiyati davalishib Payg'ambar alayhisalomning qishig'i keldi. Payg'ambar alayhisalom bolaning diyeti uchun bir qo'l yoki bir didak berilishi, ayolning diyetini qotil ayolning mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlarining berishiga hukm qildi. Bolaning diyeti uchun bir qul yoki bir didak berilishi, ayolning diyetini qotil ayolning mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlarining berishiga hukm qildi. Bu hadis diyetning vojib bo'lishida savanlikka o'xshab qoladigan ishlarning hukmiga savanlikning hukmi bo'yicha bo'ladiganligini tushuntirib berdi. Lekin o'xshamaydigan yeri buningdagi odam urushga niyat qilib o'ltirib qo'yganlikdagi qasdan odam o'ltirishdiki qasdanlikka o'xshib qolg'achqa buningdagi diyet 3 turlik narsadan vojib bo'ladi. İmam Buxoriy Abdullah ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Xolid ibn Validni Juzayma jamoatiga ularni islomga chaqirish uchun avatdi. Xolid ularni islomga kirishga chaqirganda ular biz islomga kirdik demay, biz asldagi dinimizdan chiqdik deydi. Shuning bilan Xolid ularni o'ltirishga boshlaydi. Bu xabar Payg'ambar alayhisalomga yetganda u 2 qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, haqiqatan men Xolidning qilgan ishidan ado juda" dedi. Va ularning ichidan o'ldirilganlarga diyet berish va hatto ularning ishtining yoliqig'icha buzilib ketgan narsalarini to'lab berish uchun Ali radhiyallohu anhuni avatidi. Bu hadisdan davlat boshlig'i yoki uning o'rinbosari odam o'ltirib qo'yishga o'xshash savanlik bilan qilib qolgan ishlarda uning beriladigan diyet pulining davlatning xazinasidan chiqarilganligini bilib olishga bo'ladi. Ular ya'ni o'ltirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasimi hech bak yo'q. Ya'ni o'ltirilgan kishining egilari diyetni kechirim qilib etsa, diyet to'lash vojib emas. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kofir qavmidan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutish lozim. Agar u kasal, hayz yoki nifos sababi bilan bo'lmay hech qanday sababsiz ro'zini uzib qo'ygan bo'lsa, ro'zini yangi boshdan boshlab tutadi. Alloh hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Qasddan odam o'ltirishga qilingan tahdid to'g'risida Alloh taolo yuqoridagi savanlik bilan odam o'ltirib
qolganligining hukmini bayon qildi. Endi bu yerda qasddan odam o'ldirishning hukmini bayon qilishga boshlab mundaq deydi. Kimiki bir mu'minni qasddan o'ldirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. Bu oyat Qur'onning ichidagi boshqa oyatlarda Alloh taologa shirik keltirishdek qattiq cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirilgan. Bu cho'ng gunohni qilib salgan kishi uchun qattiq bir tahdiddir. Alloh taolo bu gunohni Allohga shirik keltirishdek cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirib mundaq deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni shirik qilmaydi. Allah haram qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ldirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkor va yoshurun yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allah'ның emriga xiloflik qilib, nahaq odam o'ldirmanglar. Haqliq ravishda o'ldirish buningdan mustasno. Qasddan odam o'ldirishning haromligi haqida kelgan hadislar nihoyat ko'p bo'lib, bu yerda ulardan bir nechini bayon qilib o'tamiz. İmam Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni kishilar orasida oldi bilan qilinadigan hukm qon to'g'risida bo'ladi. İmam Abu Davud Ubada ibn Sa'id radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'min harom qonga petib qolmaganlar bo'lsa, ya'ni qasddan odam o'ldirib qo'ymaganlar bo'lsa, bo'yni ustun yaxshi holatda turdi. Bo'yni ustun yaxshi holatda turdi. Navoda harom qonga petib qolgan bo'lsa, qiyin holatga tushib qoladi. Yana bir hadisda mundaq deb rivoyat qilindi. Alloh taolaning dargohida bir musulmonni o'ldirib qo'ygandan butun dunyoni yo'qotib qo'ygani yaxshiroqdir. Qasddan odam o'ldirgan kishining tavbasi qabul qilinamdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma qasddan odam o'ldirgan kishining tavbasi qabul qilinmaydi deb qaraydi. Bu haqda İmam Buxoriy Ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kufiylik olimlar bu haqda ixtiloflashib qoldi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning qishig'i berib, uningdan bu to'g'riliq so'ragan edim. U mundaq deb javob berdi. Kimiki bir mu'minni qasddan o'ldirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi degan oyat Qur'onning ichida oxirida tushgan oyatdir. Hech nima, ya'ni hech qanday bir oyat uning hukmini amaldan qoldirmadi. Salaf va xalaf olimlarining ko'p sondikilari qasddan odam o'ldirguchining qilgan tavbasi qabul qilindi dedi. U odam chin ko'nglidan tavba qilsa, Alloh taolaga yelinsa va yaxshi amal ibodat qilsa, Alloh taolo uning yomon ishlarini yaxshi ishlarga almashtirib berdi. O'ldirilgan kishining uning yomonliklarining o'rniga yaxshilik berish bilan rozi qiladi. Alloh taolo gunohlarni kechiradiganligi to'g'risida mundaq deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni shirik qilmaydi. Alloh harom qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimiki bu gunohlarni qiladigan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hasilab azob qilindi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'limi mag'firat qilguchidir va marhamat qilguchidir. Sura Furqon 68dan 70-oyatlar. Bu oyatmi boshqa oyat hukmini amaldan qoldirgan oyatdir. Ibn Abbas deganidek, bu oyat mushriklar to'g'risida tushgan.
yuqoridagi oyat mo'minlar to'g'risida tushgandir. Ya'ni mo'min odam o'ltirib etib tavba qilsa, uning gunohi kechirilmaydi. Ammo kafir odam o'ltirib etib ondan iymon etsa, uning gunohi kechirildi. La ilaha illalloh. Deyish, kafir odam o'ltirib etib ondan iymon etsa, uning gunohi kechirildi deyish har ikki oyatning bosh oyig'idagi mazmunlarga uyg'un kelmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki, Allah nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Bu kufrlik, shirk, dinda shak keltirish, munofiqlik qilish, odam o'ldirish, fosiqlik qilish va uningdan boshqa barliq gunohlarga umumiydir. Kimiki mushu gunohlardan birini qilib qo'yib, u gunohiga tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Alloh haqiqatan Allohga shirik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Bu oyat shirkdan boshqa gunohlarga umumiydir. Qotillarning o'zlarining gunohlarini Allohning kechiradiganligiga cho'nqur umid bog'lashi uchun bu oyat qasdan odam o'ltirgan kishining hukmini tushundirib kelgan oyatning 5'ida bir qitim va uning keynidan yana bir qitim bayon qilingan. Imom Buxoriy va Muslimning rivoyat qilgan hadisida Bani Isroildan bir kishining 100 kishini o'ltirganlik qissasi bor. U 100 kishini o'ltirib bo'lib bir olimdan, "Menga tavba bormi?" deb so'rabdi. U olim, "Sen bilan tavbaning oraliqida kim to'salg'i bo'la oladi?" deb uni Alloh taologa ibodat qilinadigan bir shaharga berishga buyuribdi. Shuning bilan u shu shaharga qarab yo'lga chiqib, yo'lda o'lib qopti. Ondan uni rahmat farishtalari elib ketibdi. Ya'ni uning tavbasi qabul qilinibdi. Alloh taolo Bani Isroilning ichidan 100 kishini o'ltirgan kishining tavbasini qabul qilgan yerda bu ummatning ichidan odam o'ltirgan kishining tavbasini albatta qabul qiladi. Chunki Alloh taolo ularning, ya'ni Bani Isroillarning ustidagi og'ir majburiyatlarni kechirib o'tdi va bizning payg'ambarimizni oson haq din bilan avatdi. Kimiki bir mu'minni qasddan o'ltiradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu va salaflardan bir turkum olimlar mundaq deydi. Agar Alloh taolo u kishini jazolasa, u kishining jazosi bo'ladi. Har qanday bir gunoh uchun kelgan tahdid shundoq bo'ladi. Va lekin u kishini jazodan saqlab qoladigan yaxshi amal ibodatlarmi bo'lishi mumkin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va uning bilan bir fikrdagi kishilar qotilga tavba yo'q degan bo'lsa, ko'p sondagi olimlar qotilni do'zaxdan qutuldiradigan amali bo'lmasa, u do'zaxga kiradi deydi. Biz bularning so'zlariga asosan qotilni do'zaxga kiradi deb faraz qilsaqmi, u do'zaxda mangu qolmaydi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z uzun turdi degan ma'noni ifodalab berdi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z bo'lsa, uzun turdi degan ma'noni ifodalab berdi. Zarradan kichik iymoni bor kishining do'zaxda qilib qolmaydiganligi to'g'risida Imom Buxoriy va Tirmiziy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dilida zarradanmi kichik iymoni bor kishimi jazman do'zaxdan chiqadi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuningdan yuqorida Niso surasidan
93. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.